So infinitive. Endi infinitiv to'ldiruvchi bo'lib kelganida, to'ldiruvchi bo'lib kelganida quyidagi fe'llardan keyin ishlatiladi. Xo'p, bular qaysi fe'l asosan? Demak, bularni biz alohida yozamiz. Misol uchun would like, demak xohlamoq degan fe'limiz would like, yoki would love degani yoqtirmoq degan fe'limiz, yoki would hate degan so'zimiz bor. Demak, bu nafratlanmoq, yoki would prefer degan so'zimiz bor. Would prefer degani bu demak afzal ko'rmoq degani, afzal ko'rmoq. Keyin yana qaysi fe'llar kitobimizdagini ko'ramiz. Would love, would like, would prefer. Demak, advise, agree, appear, decide, expect, want. Mana shu fe'llar bilan ham keladi asosan. Xo'p. Xo'p, advice maslahat bermoq. Advice maslahat bermoq. Agree rozi bo'lmoq. Yoki agree rozi bo'lmoq. Yoki yana bir ma'nosi bor buni. Masalan, kelishmoq degan. Fikrga qo'shilmoq degan ma'nosi bor. Fikrga qo'shilmoq. Shu ma'noda keladi. Appear paydo bo'lmoq degani. Paydo bo'lmoq. Decide qaror qilmoq degan. Qaror qilmoq. Expect degani kutmoq degani. Expect. Forget degani unutmoq degani. Hope degani demak umid qilmoq. Demak manage demak bu uddalamoq degani. Uddalamoq yoki yana bir ma'nosi bor. Boshqarmoq degan ma'nosi bor. Boshqarmoq. Offer taklif qilmoq. Demak promise va'da bermoq. Refuse rad etmoq. Sin tuyulmoq. Demak, tuyulmoq yoki ko'rinmoq shu ma'nolarga keladi. Tuyulmoq, ko'rinmoq. Dik qo'shimchasini ishlasa bo'ladi. Dik tuyulmoq yoki dik ko'rinmoq degan ma'noda. Keyingisi wants xohlamoq. Wants. Xo'p, yana qaysi? Okay.
Demek would like, would love, would hate. Yes. Xo'p, mana shu fe'llar bilan kelganimda asosan infinitiv to'ldiruvchi bo'lib keladi. Bu nechik bo'ladi? Hozir qonun qoidasini yozib beraman. Qaranglar-da. Masalan, qonun qoidasi quyidagicha bor. Birinchi subject keladi, formulasi. Subject kelgandan keyin quyidagida birdagi fe'llarimiz bor-ku, would like, misol uchun would like yoki would hate, to'g'rimi? Yoki nima deymiz? Advise desak, prefer desak yoki advice yoki bo'lmasa agree desak, agree. Mana shu fe'llarimizga va hokazo quyidagi fe'llarimiz kelib, undan keyin yana biza fe'l ishlatadigan bo'lsak, albatta uni biza infinitiv shaklda ishlatamiz. To plus verb 1. Mana shu yerda yana birinchi ega, keyin kesim kelib turibdi. Kesim asosan bu yerda ko'rib turgan fe'llarimiz hammasi kesim bo'lib keladi va undan keyin yana biza ish harakatni to'ldiruvchi ma'nosini ishlatadigan bo'lsak, bu yerda infinitiv shaklda kelishi kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, mana shu formula asosida ko'rib turganlarimizning bizlarda gaplarimiz tuziladi. Mana shu yerdagi gaplarimiz. Xo'p, misol uchun keyinisiga ketaveradi. Hokazo. Misol uchun gap tuzsakda, masalan, men xohlayman kola ichishni desam. I would like to drink. Men xohlayman kola ichishni. Men xohlayman to drink cola. Yoki a bottle of cola. Ya'ni bir baklashka kola ichishni xohlayman. I would like to drink a bottle of cola. Men bir baklashka kola ichishni xohlayman demoqdaman. Mana bu yerdan ko'rib turganimizdek ega keldi. Egamizdan keyin albatta kesim keldi. Keyin esa to'ldiruvchi sifatni, ya'ni ish harakatimiz to'ldiruvchi bo'lib, demak, ish harakatimiz to'ldiruvchi bo'lib keldi. Albatta qaysi fe'ldan keyin nechik shaklda keldi? Infinitiv albatta would like bo'lganligi sababli infinitiv gap turibdi. Ya'ni bu yerda fe'l shaklimiz infinitiv shaklda kelib turibdi. Demak, men bir baklashka kola ichishni xohlayman demoqdaman. Bu yerda yana ko'rib turganimizdek o'quvchilar, ya'ni to'ldiruvchi narsa ish harakat ham to'ldirish sifatida keldi. Demak, bu yerda nima qilishni? Men xohlayman ichishni. Nima qilishni xohlayman? Ichishni xohlayman. Nimani ichishni xohlayman? Bir baklashka kola ichishni xohlayman. Mana shunday ma'noda kelmoqda. Yoki bo'lmasa yana bir gap tuzadigan bo'lsak-da, misol uchun mana turib basak buni. Misol uchun yana gap tuzadigan bo'lsak-da, yoki bo'lmasa inkor ma'noda gap tuzsak. Henry doesn't misol uchun doesn't nima deymiz? Henry doesn't demak, Henry doesn't manage. Demak, Henry boshqara olmaydi yoki uddalay olmaydi. Henry doesn't manage. Demak, manage bu asosan manage to shaklida ishlatganimiz ma'qul. Henry manage it yoki didn't manage to manage to cook sushi yesterday.
yesterday. So demak, Henry didn't manage to cook sushi yesterday. Henry kecha sushini pishira olmadi demoqdamiz. Mana bu yerda ko'rib turganimizdek, didn't manage fe'limiz kelmoqda. Didn't manage fe'limiz kelmoqda. Demak, bu kesim. Bu yerda ekan to cook fe'limiz esa bu asosan nima ekan? Bu asosan to'ldiruvchi vazifasida kelib turibdi. Demak, Henry kecha sushini pishira olmadi demoqdamiz. Ya'ni uddalay olmadi. Ya'ni sushini pishirishni uddalay olmadi yoki pishira olmadi deb tarjima qilamiz. Xo'p. Didn't manage to cook yoki to drink. Xo'p. Demak, to'ldiruvchi bo'lib kelishi hammangizga tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak davom ettiramiz. Xo'p. Demak, tushungan bo'lsangizlar, sizlarga savol. Kommentariya bo'limini yozib qoldirasizlar. Endi masalan, egani o'rgandik, kesim bo'lib kelishini o'rgandik, to'ldiruvchi bo'lib kelishini o'rgandikda. To'g'rimi? Endi o'zbekcha gap aytaman. Shuni inglizchasini yozasizlar. Jake futbol o'ynashni yoqtiradi. Xo'p, mana shu gapni inglizchasini yozinglar. Jake futbol o'ynashni yoqtiradi. Gaplaringiz infinitiv shaklda bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Infinitiv bo'yicha tuzilgan bo'lishi kerak. Boburjon Murodbek. Kommentariya bo'limini yozib qoldiringlar. Xo'p, bunday bo'ladi. Asosan Boburjon would like degani xohlaydi degani bitta yoqtiradi deb turibmiz. Shu would like emas, would love bo'ladi. Would love to play football bo'ladi, shundan to'g'ri bo'ladi. Demak, Murodbek senga like deb qo'yibsan. Like fe'lidan keyin infinitiv kelmaydi, xato bu. Like to play bo'lmaydi, bu grammatik xato hisoblanadi. Xo'p, like dan keyin asosan fe'lga esa ing shaklida keladi. Demak, bunday bo'lardi-da. Ya'ni Jack would love to play football. Love to play football. Mana shunday shaklda bo'lishi kerak edi. Would love to play football. Okay. So guys, davom etamiz. Agarda tushungan bo'lsangizlar, savollaringiz bo'lmasa davom etamiz. Savollaringiz bo'lsa, qo'llaringizni diklaysizlar. Qo'llaringizni diklab so'rashingiz mumkin bo'ladi. Savollaringiz bormi? Yo kommentariya yozib qoldiringlar. Sho'richa shundaysizlarmi hammasini? Gaplar Murodbek.
Mikrofonini ochib gaplayver. Mikrofonini ochdim. Ustoz, Hmm. G'ayboz aytdi, wood xohlamoqda dedi. Siz wood love dedingiz-ku? Hmm. Light degani yoqtirmoq degani. Hmm. Axiyna, Siz wood would like degani xohlamoq ma'nosida keladi. Yoqtirmoq ma'nosida emas. Like o'zi kelsa, yoqtirmoq degan ma'noda keladi. Tushundingmi? Ha, bo'ldi. Tushundim. Tushundingmi? Endi Ah, yoqtirmoq dejak bo'lsang, woodlida aytsak bo'lsang, wooddan foydalanib, unda would love deyishing kerak bo'ladi. Tushundingmi? Yoqtirmoq ma'nosida. Istamoq. ah, Tushundingmi? tushundim. Ah, Okey. Demak, savollar bormi yana boshqa? menda yo'q. Mhm. Bo'lmasa yaxshi davom etamiz. Tushunib turgan bo'lsangiz davom etamiz. Xo'p, endi mana shu yerda to'g'richi o'rnida keladi dedik. Endi yana bir narsani bilib qo'yinglar. Qo'shimcha ma'lumot bu masalan to'ldiruvchi bo'lib keladi dedik. Demak, keyin B bo'lim, bu masalan buni S bo'lim etamiz. S bo'lim. Okey. Mikrofonini yopib qo'yaver. A, B, C. D bo'limi o'sadi. Xo'p, D bo'limimizda so'roq so'zlari infinitiv bilan ishlatiladi. So'roq so'zlarini infinitiv bilan tuzishimiz mumkin. Bunda bu qanday tarjima qilinadi? Ya'ni buning asosan formulasini aytib o'taman. Masalan, ko'pincha endi ask so'ramoq bilasizlar buni. Quyidagi fe'llardan keyin so'roq so'zlar qatnashib infinitiv ishlatiladi. Bunichi bo'ladi. Masalan, bu fe'llarimiz quyidagicha ask so'ramoq, keyingisi know bilmoq, keyingisi remember eslamoq. Xo'p, ask so'ramoq, now bilmoq, remember eslamoq. Xo'p, ko'pincha mana shu 3 dona fe'limizga ko'proq ishlatiladi. O'zi aslida shu uchun ham ustini yozib qo'yaman bu yerga. Keyin qayerga borishni qaror qilolmadim. Decide qaror qilmoq. Xo'p, qaranglar, hurmatli o'quvchilar, mana shu 4 dona fe'lni misol sifatida kelaman sizlar, lekin yuqoridagi fe'llar borku,
yuqoridagi fe'llarimizni mana shu fe'llarimizni ham ishlatish mumkin bo'ladi bu yerda. Mana shu so'roq so'zlardan foydalangan holatda, ya'ni so'roq so'zlar bilan ham biza nima deydi? Demak, men yordam qayerga borish kerakligini so'radim. Ya'ni so'roq so'z qatnashgan gap tuzak bo'lganlaringizda quyidagi shakldan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Ya'ni quyidagi strukturadan. Subject bunda asosan formulasi bo'ladi. Quyidagi so'zlardan foydalanasizlar. Ya'ni subject plus ask yoki now yoki decide va hokazo va boshqa fe'llardan ham foydalansangizlar bo'ladi. Yuqoridagi would like, would hate yoki would prefer shulardan ham foydalansangizlar bo'ladi. Keyin esa so'roq so'zlari qo'yasizlar bir yondan. So'roq so'zlarimizda bilasizlar how, qanday, what, nima, to'g'rimi? Yoki where, qayer yoki qayerga degan ma'noda. Yoki when, to'g'rimi? Yoki nima deymiz yana? How, what, where, when, yoki bo'lmasa who'ni qo'ysak bo'ladi masalan. Mana shu so'roq so'zlarimizni ishlatgan holatda ulardan keyin infinitiv ishlatib biza gapimizni tuzamiz. Ya'ni so'roq so'z qatnashgan gapda bu. Ya'ni infinitivda asosan so'roq so'zlar kelganda ulardan so'ng infinitiv ishlatiladi. So yes, great. Okay. Nisbatan biza gaplar tushadi. Masalan, look for dinner. O'zbek tiliga quyidagicha tarjima qilinadi. Mos tushuntirib o'taman. Demak, demak, quyidagicha tarjima qilinadi. Shu what to cook strukturamiz, demak, nima pishirish kerakligini deb tarjima qilamiz. Jenny nimani pishirish kerakligini mana shuni tarjima qilinadi. Nimani kerakligini deb tarjima qilamiz agarda so'roq so'zlar bizlarda tuzgan gapimizda keladigan bo'lsa. Nimani pishirish kerakligini, ya'ni Jenny nimani pishirish kerakligini, ya'ni Jenny kechki ovqatga, kechki tushlikka nimani pishirish kerakligini biladi. Yoki bo'lmasa, yana bitta gap tushsakda. Alex Alex is asking Alex so'rayapti where Alex asking people. Alex odamlardan so'rayapti. Where to how to get to the airport. Demak, how to get to. Demak,
Alex odamlardan aeroportga qanday yetib borish kerakligini so'rayapti. Demak, qanday yetib borish kerakligini ko'rib turganimizdek, hurmatli o'quvchilar, ya'ni so'roq so'zlar infinitiv bilan kelganda asosan mana shunday tarjima qilinadi. Qanday kerakligini yoki nimani kerakligini deb tarjima qilish, yo'q to'miz kerakligini degan ma'noda ishlatiladi. How'imiz esa, ya'ni so'roq so'zlarimiz esa o'z holatida qoladi. Ya'ni how bo'lsa qanday, what bo'lsa nima, ya'ni to'ldiruvchi vasf bular ham aslan to'ldiruvchi vasfasini gap turibdi gapimizda. Ko'rib turganimizdek. Masalan, Alex so'rayapti odamlardan, demak, qanday yetib borish kerakligini. Bu yerda endi ko'rib turganimizdek bular ham ya'ni gapda to'ldiruvchi vasfasida kelmoqda. Xo'p, demak, davom etamiz. So'roq so'zlar bilan kelishini bildik. Infinitivimizni. Demak, shu hech kimda savol yo'qmi? Murodbek, Boburjon, savolingiz yo'qmi? Agarda savolingiz bo'lsa, okey. Hey, yaxshi. Agarda savolingiz bo'lsa, mikrofonlarni yoqib aytinglar, yaxshimi? Ikkinga mikrofonimni yoqib qo'yibman. Xo'p. Demak, endi davom etamiz. Demak, yana nima qoldi? Endi D bo'lim tugadi, ABCD. E bo'limda davom ettirsak, demak, biz endi infinitivni maqsad holi bo'lib kelishini o'rganamiz. Infinitiv maqsad holi bo'lib keladigan bo'lsa, demak, infinitiv maqsad holi bo'lib kelganida, ya'ni demak, maqsad holi bo'lib kelganida biror maqsad holi bo'lib kelganda ish harakatni maqsadini nima maqsadda bajarilishini ifodalaydi. Ya'ni bu degani ish harakatining maqsadini ifodalaydi degan. Nima maqsadda bajarilishini ifodalaydi deb turibmiz. Ya'ni shuningdek gapda hol vazifasida keladi va ish uchun yoki maqsadida yoki inkor ma'noda kelsa, demak, darak shaklda ishlatadigan, ya'ni ijobiy ma'noda ishlatadigan bo'lsak, ish uchun yoki qilish, ya'ni biror ish harakatini qilish uchun yoki qilish maqsadida deb ishlatiladi. Agar inkor ma'noda aytadigan bo'lsak, ya'ni buni biza maslik uchun yoki maslik maqsadida, demak, maqsadida deb tarjima qilinadi. Endi qaranglarda adashib ketmaslik kerak. Infinitivda, masalan, gapning boshida ega bo'lib kelgan bo'lsa, demak, ish deb tarjima qilinadi, lekin gapda hol bo'lib keladigan bo'lsa, ko'rib turganlaringizdek, ega yoki ism bo'lib kelsa, biror ish harakatini bajarish, shuni ma'noda tarjima qilinadi, lekin maqsad holi bo'lib kelgan bo'lsa, qilish uchun, qilish maqsadida yoki inkor ma'nosida ishlatgan bo'lsa, qilmaslik uchun yoki qilmaslik maqsadida deb tarjima qilinadi. Xo'p, endi buni ko'radigan bo'lsak, qaranglarda, bular asosan aytib o'tganimizdek, gapda, ya'ni hol vazifasida keladi deb turibmiz. To'g'rimi? Demak, bu gapda hol vazifasida keladi. Xo'p, buni nechik bo'ladi? Masalan, sizlar aytasizlar, men ingliz tilini nomaqsadda o'rganib turibsizlar. Demak, men ingliz tilini masalan IELTS olish uchun o'rganyapman desangizlarda, I am learning English. Gördingizlar, ha? Bu yerda demak, egamiz bor.
egamiz bor. Egamiz. Kesimimiz ham bor. I'm learning. Men o'rganayapman. English. Ingliz tilini o'rganayapman. Nimani o'rganayapman? Ingliz tilini o'rgan. To'ldiruvchimiz ham bor. Demak, avtomatik berimiz albatta nima bo'ladi bu yerda? Maqsad holi bo'ladi, ya'ni hol bo'lib keladi. Nima uchun o'rganyapsizlar? Agarda ijobiy ma'noda, ya'ni biror narsani qilish uchun, nimadir qilish uchun yo nimadir qilish maqsadida deydigan bo'lsangiz, ya'ni direkt shaklidan foydalanan bo'lsangiz, unda albatta, ya'ni to infinitive, ya'ni to plus verb 1 dan foydalanishingiz kerak. Misol uchun to get IELTS certificate. Demak, IELTS sertifikatini olish maqsadida. Demak, IELTS sertifikatini olish maqsadida ingliz tilini o'rganyapman. IELTS sertifikatini olish maqsadida ingliz tilini o'rganyapman. Yoki birinchi o'rga boshlashda masalan bilimsiz bo'lmaslik uchun masalan bilimsiz bo'lmaslik uchun bilimsiz bo'lmaslik uchun ingliz tilini o'rganyapman desak yo'q. Mos bo'lmaydi. Darsda tik turmaslik uchun hozir dars tayyorlayapman. Misol uchun hozir buningamiz, misol uchun Genriga nisbatan tutamiz. Genri masalan 1 soatdan beri dars tayyorlayapti. Has been doing his homework. Demak, Genri uyga vazifasini bajaryapti, ertaga darsda tik turmaslik uchun. Demak, not to stand up, not to stand during the lesson. So Henry has been doing his homework now. Now mass for an hour. Demak, Henry 1 soatdan beri uyga vazifasini bajarmoqda. Not to stand during the lesson. Ya'ni dars paytida tik turmaslik uchun. Henry 1 soatdan beri uyga vazifasini bajaryapti demoqdamiz. Mana bu yerda ko'rib turganimiz demak, egamiz Henry. Bo'lib keladi. Demak, kesimimizni bilib tursizlar, bu has been doing his homework uyga vazifasini. Demak, nechalli vaqtdan beri? 1 soatdan beri. Keyin nima qilmaslik uchun? Tik turmaslik uchun. Qachon? During the lesson. Dars paytida. Bu ham nima ekan? Bu ham payt ravishi ekan. Xo'p. Maqsad nima ekan? Genrini 1 soatdan beri uyga vazifa bajarib o'tirgan. Maqsad ertangi darsda yoki darsda tik turmaslik ekan. Shu maqsadda necha turibdi ekan? Genri 1 soatdan beri demak uyga vazifasini bajarib o'tirgan ekan. Xo'p, maqsad holi bo'lib kelishini ham tushundingizlarmi? Demak, darak ma'noda keladi ekan yoki inkor ma'noda keladi ekan, maqsadini ifodalash uchun. Tushundingizmi, guys? Savollar yo'qmi? Tushundim, ustoz. Okay. Great. Davom etamiz esa. Tushungan bo'lsangizlar. Xo'p, maqsad ham ketdi, ega kesim ketdi, fe'llar ketdi. Endi sifatlar bilan galishi bor, keyin to enough bilan galishi bor. So'roq so'zlar ham ketdi. Shu bilan tamom bo'ladi ekanda keyin.
Xo'p, yaxshi. Qaranglar, o'zi bitta sifatlari sanoqli berib qo'yibdi. Bu degani sizlar faqat bu sifatlar bilan emas. Xo'p. Hozir. Xo'p. Demak. Okay. So, sifatlardan keyin infinitiv ishlatiladi. Bular nechik bo'ladi? Masalan, sifatlardan keyin infinitiv ishlatiladi. Bu yerda masalan bir ikkita sifatni misol etib gapiraman, lekin e'tiborli bo'lib o'tirasizlar. Masalan, hamma sifatni yozolmayman, chunki bilasizlar, ko'payib ketadi-da. Angry'ni bilasizlar, to'g'rimi? Angry degani shu jahli chiqqan degan ma'noda keladi, to'g'rimi? Yoki jahldor degan ma'noda keladi. Yoki glad. Glad degani mamnun degan. Glad, mamnun. Keyingisi happy degani xursand. Happy, xursand. Yoki baxtli degan ma'nosi ham bor. Xursand, baxtli. Xo'p, yana qaysi? Misol uchun sorry degani kechirim so'rashda ishlatiladi. Afsusda deb tarjima qilamiz, yoki afsusli deb tarjima qilishimiz mumkin. Pleased degani demak, bu ham mamnun degani. Mamnun. Pleased mamnun degani. Annoyed degani demak, it's annoying. Ya'ni it's annoying degani irritating synonym bo'lishi kerak menimcha. Annoying.
Manimcha irritating ismini nimalar bo'ldi? Okay. Xo'p. Annoying. Annoying. Tekshirib shuni annoyed. Just shu irritating sinonimiki, irritated sinonimiki annoyed. Ya'ni shu jahli chiqqan yoki ya'ni g'ashiga tekkan shu ma'noda keladi. Jahli chiqqan. Ya'ni shu angryga ham sinonim bo'ladi-da, shu jahli chiqqan. Men sizlar aytgan so'z irritated. Irritated. Irritate. Irritated. Jahli chiqqan. Va hokazo fe'llar. Har xil fe'llardan foydalanish mumkin. Har xil sifatlardan foydalanish mumkin. Sorry guys. Har xil sifatlardan foydalanishingiz mumkin. Hurmatli o'quvchilar. Xo'p, qaranglar. Bular sizlar asosan gap tuzganlaringizda ikki xil tuzishlaringiz mumkin-da. Masalan, it is bilan tuzishlaringiz mumkin yoki it was bilan tuzishlaringiz mumkin. Keyin esa adjective. Keyin esa infinitive qo'yasizlar. Yoki bo'lmasa yana bir formula bor. For plus object pronouns keladi. Ko'pincha object pronouns, ya'ni to'ldiruvchi olmoshlari keladi. Keyin esa infinitive keladi-da. Demak, it is, it was adjective for object pronouns to infinitive. Ya'ni bu degani biror bir narsa qilish, ya'ni qandaydir bo'ldi degan ma'noda. Misol uchun aytishingiz mumkinki it is demak useful, masalan it is masalan annoying, it is annoying. Hope it is annoying to demak it's annoying for us demak to demak biz uchun nimadir qilish jahlni chiqaradi. Misol uchun to it is annoying for us to biz uchun nimadir qilish jahlni chiqaradi. Masalan to watch TV, ya'ni televizorni tomosha qilish, baland ovozda tomosha qilish. To watch TV loudly. Demak, televizorni baland ovozda tomosha qilish biz uchun demak jahlni chiqaradi. Yoki bizni jahlimizni chiqaradi yoki biz uchun jahlni chiqaradigan deb turibmiz yoki jahlni chiqaradi degan ma'noda ishlatib turibmiz. Xo'p, yoki bo'lmasa nima desak bo'ladi? Demak, biz uchun yoki bo'lmasa hamma uchun kitob o'qish foydali desak. It is useful for everybody to read a book. Demak, hamma uchun kitob o'qish foydali demoqdamiz. Yana it is useful sifat kelmoqda yana. Keyin esa for everybody, it is useful for everybody to read a book. Demak, hamma uchun foydali kitob o'qish. Hamma uchun foydali kitob o'qish. Yoki bo'lmasa nima deymiz? Okay.
It is amazing. It's amazing. Ajoyib. It is amazing. Masalan, to see tourists. It's amazing to see tourists. Demak, turistlarni ko'rish ajoyib demoqdamiz. To'g'rimi? It's amazing to see tourists. It's amazing to see tourists. Demak, turistlarni ko'rish ajoyib. Bu yerda sifat. Turistlarni ko'rish ajoyib demoqdamiz. Demak, birinchi grammatik shaklimiz shu. Ikkinchi grammatik shaklimiz bunday bo'ladi. Formulani belgilab qo'yamiz. Birinchi formulamiz demak birinchi formulamiz shu. Ikkinchi formulamiz ham bor. Hurmatli o'quvchilar, buni chek. Bu subject bilan tuziladi asosan. Ya'ni subject plus buni chek. Bu asosan emisa bilan yoki was verb bilan tuziladi. Ya'ni subject am, is, are yoki was were keyin esa adjective galishi bilan tuziladi. Keyin esa infinitive galishi bilan tuziladi. Shu plus bu bor. Xo'p, birinchi bo'ladi. İkinci grammatik formulamiz. Hop. Misol uchun I'm happy to see you. Men seni ko'rganimdan xursandman. I'm happy to see you. Men seni ko'rganimdan xursandman. Ko'rib turganimizdek bu yerda sifat. Sifatdan keyin noyob turibdi, infinitiv kelmoqda. Ko'rib turibmizlar? Infinitiv kelmoqda. Yoki bo'lmasa. Nechuk gap yana? I'm happy to see you. Masalan, Jenny was irritated. Jenny was irritated to lose her mobile phone yesterday. Jenny kecha mobil telefonini yo'qotganidan, nimadan yo'qotganidan jahli chiqqan edi demoqdamiz yana. Jenny was irritated to lose her mobile phone yesterday. Ya'ni Jenny kecha mobil telefonini yo'qotganidan jahli chiqqan edi demoqdamiz. Ko'rib turganimizdek, sifatlarni ham biz nima bilan ishlatamiz ekan? Infinitive bilan ishlatamiz. Bitta inkoriyat bo'lsin mana shu yerda. Masalan, Jake masalan Jake demak Jake nima deymiz? Jake is sad not to watch cartoon which his favorite is set.
tomosha qilolmaganidan xafa. His favorite cartoon on time. Demak, bu yerda aytmoqdamizki, Jack is sad. Jack is sad. Demak, Jack hozir xafa. Nechun xafa desak, xafa bo'lishining sabab bor. Jack hozir xafa. Xo'p, not to watch. Not to watch his favorite cartoon on time. Demak, Jack hozir xafa yoki Jack xafa. Nimaga xafa? Sababi u o'z vaqtida o'zini sevimli multfilmini o'z vaqtida ko'ra olmaganidan yoki tomosha qila olmaganidan xafa. Mana shunday gaplarda ham biz ya'ni infinitivni ishlatishimiz mumkin bo'ladi, hurmatli o'quvchilar. Demak, shu o'richa mavzumiz tushunarli bo'ldimi hammangizga? Savollar bormi? tushundim ustoz. Tushundik. Xo'p, tushundingizmi hamma? Yes. Savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa, qaranglar, ozgina mashq qilib olamiz biroz. Tushungan bo'lsangizlar, ozman ishora gap yozib beraman, sizlar menga shuni inglizchasini yozib berasizlar, gapishmi? Bo'ladi. Boshladim unda. Kommentariya e'tiborli bo'lib o'tiringlar. Oshli gapni tuzinglar ekan.